Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Mana hozir Janubiy Koreyada tungi soat 2 bo'lishiga qaramasdan navbatdagi zakazlarni yuklashga keldik-da. Ikkitasi sotildi, ikkitasi sotuvda bor. Keling endi ko'rsating. Mana shu mashinamiz bor sotuvda. 2022-yil zavodskiy propan mashinamiz. 12 ming yurgan mashina. Avariya udari kraskasi yo'q, toza ishonchli mashina. Tamojingacha 12500 bilan dastavka qilib yetkazib beramiz. Rastomoshkasi bir 15 minglar atrofida chiqadi. 27,5 minglarga aylanadi. $500 berib, zaklab berib, bog'lab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qolganini O'zbekistonga borganda beraverasiz. Elektromobil 2023-yil bu mashina sotildi. Izotermiz butkali mashina. Keyingi elektromobilimiz ham sotildi. 1000 km yurgan mashina bu. Buni reklamasini qo'ygandik. 2025-yil avtomat korobka. Bu mashinamiz sotuvda 7000 yurgan mashina, narxi qulayroq, opsiz borib qo'lingizga o'tguncha $32,500 ga o'tadi sizni qo'lingizga. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugun bongochilari kuni bo'ldi. O'tgan safar faqat 4 ta portret chiqardik. Bugun 4 ta bongo chiqaryapmiz. Inshaalloh xizmatdamiz.